Qancha davondan o'tdik, dasht-u yobondan o'tdik baland pastlardan, yaxshi yomondan o'tdik. Sinashda bo'ldik do'stim, yurt qadrin bildik do'stim. Kamol berdi ozodlik, qudratga to'ldik do'stim. Bizlarga meros vatan, topgaydir e'zoz vatan. Bizdan qolsin ertaga go'zal beqiyos vatan. Bu chaman, bu gulshan, shu aziz vatan barchamizniki. Bu chaman, bu gulshan, shu aziz vatan barchamizniki. Yurtgariga yarab qo'y, yo'q boriga yarab qo'y. Kelajaging o'ylasang, atrofingga qarab qo'y. Bor bo'lsang ko'rolmaydi, yo'q bo'lsang berolmaydi. Odamzodga o'xshar u, odamdek yurolmaydi. Bir tarafda qiyomat, bir tarafda xiyonat. Hunarlari qon to'kish, kasbi kori jinoyat. Bizlarga meros vatan, topgaydir e'zoz vatan. 52 yil, 50 yildan ortiqdan buyon ta'lim sohasida faoliyat yurityapman. 11-sentyabr kuni davlatimiz rahbarini e'tirofi, e'tibori, shu davlat mukofotiga sazovor bo'lish, buni aytish mumkin, hamma o'qituvchini ham, hamma insonni ham bir orzusi bo'ladi. To'g'risi bu mukofotni kutmagandim. Yurtboshimiz yana bir hayratga soldiradigan tomonlari borki, ular bizdan oldinroqda ketishadi. U qaysi kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar o'sha kasb egasidan oldinroqda ketishadi. Mana bugungi shu hali mana ustoz va murabbiylar kuniga yana bir 2 hafta vaqtimiz bor bo'lishiga qaramasdan bizga mana oldindan bizga shunday qilishyaptiki, qadringni bilganga bo'lsang arzir qul deydi. Demak, ustoz va murabbiylarni qadriga yetishi, demak menga shu mukofotni berishi u nafaqat menga, balki ta'lim tizimida ishlayotgan respublikamizdagi barcha ustozlarga, murabbiylarga berilgan deb o'ylayman. Xalq o'qituvchisi bu o'zagida xalq so'zini bor mukofot unvon olish, bu hammaga ham bas. Xalq o'qituvchisi unvonini olib, o'zi aytganimdek, bir lahza o'zingizdan bunday ketasiz va moziga qarab ish qilasiz. Demak, bizning mamlakatimiz orzu qilishi mumkin bo'lgan mamlakat va orzu qilsa orzusiga erishish mumkin bo'lgan mamlakat ekanligiga yana bir karra ishonib, bir karra yurtboshimizga, rahbariyatimizga bu qilgan mehnatlarimizni e'tirof qilishlari va e'tibor qilishlariga qo'limni ko'kragimga qo'yib turib ta'zim qilaman. Bizning mamlakatimizda aytishim mumkin bo'lsa, endi yangi O'zbekistonimizda inson qadri uchun degan tamoyilni isbotini ko'rib turibmiz. Xalqaro ustoz Hamidjon Rahimovga bag'ishladi. Ustoz murabbiyni e'zozlagan yurt aslo g'am ko'rmagay, yuksalar doim. Jondan aziz mehribon shogirdlarini sevgan ustozlar, qo'llar xudoyim. Yurtboshim ularga g'amxo'rlik qilar, ko'ksiga taqmoqda shoda ordenlar. Halol mehnatidan e'zoz topganda yorishib ketadi o'ksik ko'ngillar. Yarim asr mehnat qildi, bilim bilmasdan. Bor ilmini berdi shogird yoshlarga. Maktab lavozimga loyiqli qilsa, bugun olib chiqdi uning ko'klarga. Prezident qo'lidan olganda orden, barcha niyatlari ushalib ketdi. Ko'zdan quyilgan quvonch yoshlari yuksak maqsadlarga murodga yetdi. Dunyoda mehmonmiz, barchangiz biling. Ustozlarga doim ta'zimda bo'ling. Aslo kam bo'lmaysiz. Hayotda hech vaqt doimo ustozlar lozim bo'ladi.